eshitishimiz bo'yicha bu yerda juda ham ko'p tilla bor ekan va mahalliy aholining aytishi bo'yicha ilonlar qo'riqlarmish. Hozir o'sha ilonlarni qidirgan ketyapmiz, tillar emas. Arzonzeda g'orga kirib ketyapmiz. Tepada bino, bu yer podval bo'lgan ekan. Olovlari hali ham o'chmagan ekan. Bu yerda aytishlar bo'yicha ilonlar juda ham ko'p va xazina juda ham ko'p ekan. O'sha ilonlar bu yerdagi xazinani qo'rishar ekan. Ichkariga hozir ko'pchilik olib ketyapmiz. Xazinani topsa videoni qo'yamiz. Bu yo'lga boshqa yo'l yo'q ekan. Yo'l tugadimi u yoqda? Teksmi? Ha, teks yo'q. Qaranglarchi. Mayda. Sandiq yo'qmi? Yo'q, bu yoqda sandiqlar. Yo'q. Xazina bor. 400 metr kirdikmi? Xazina maqlavida. Kirdikmi? 400 metr kirdik. Bizdan oldin kelishganmi odamlar? Yo'q, kelishmagan beri hech kim kelmadi. Odamlar berdi. Kirishga qo'yishga. Chiqdik. Hamma joydami? Hamma kelyaptimi? Ha. Afsuski biz o'ylagan narsa chiqmadi bu yerdan. Kommentariyada yozib qo'yasizlar, qayerda shunaqa g'orlar bor, xazinalari bilan qidirishga harakat qilamiz.